do'st, endi ü harfi oilasini ziyorat qilamdik. Baş ü, yalğız ü, ayaq ü, oğlanmı ü. Paq ördek selip ötük çişti suğa, ötkini ip kaçtı ahsak boğa. Darax buva, sizni kesip döşü yasayman. Yo'q, o'g'lim. Men kesilsam qandoq yashayman? Tügü aka nega mangding? Tekli makonga. Oynaydigan oyun bormi qumning ostida? Ko'zing echib mingin maga, ey kichik bola. Bularning izlarini ko'zday sağa. Qari o'rik pishdi, beshim qachdi, achchiqim kelib yig'ildim uni. Tega ö'ni qo'ysak, tö bo'ladi. T ö tö. Bega ö'ni qo'ysak, b bo'ladi. B ö b. S'ga ö'ni qo'ysak, s bo'ladi. S ö s. T ö t t t. S ö s s söz. Ötke nani qo'ysak, o'tna bo'ladi. Öt öt. Ne ana o'tna. Böge rani qo'ysak, bo'ra bo'ladi. B ö b. Re ara bo'ra. Yezada. Shaharda o'qiydigan bir qiz ta'til kunlarini yezdagi bovisining uyida o'tkazibdi. Ma, ödek, sudun çık, sonu bulguma. Vak vak, vayca, ötkitaz. Men bilen nemi çatıktın, vak vak. Ma, menin içidiğin suyumnu bulgudun. Meni tırlamay çapsan sudun çık. Sakal valak tekkü, sen begi ölüse şundak mı ballarım? Bova, nima yeyapsan? Qo'lingdagi nima u? Yurtimizning esil mevasi qari o'rik. Alay qizim yigit. Bek tamlikan bova. Shunda qizim. Tamlik bo'pli qolmasdan yana nurg'un kasallarga shifo bo'ladi. Men chiqib sana o'shkidan birini so'yib kavob qilib beray. Etkingni ekib beray bova. Eski kavob yeydigan bo'ldik. Bova. Ne bo'lding qizim? Qarab yiqma, ko'zimga bir narsa kirib ketdi. Qo'lingni tisha qizim, men qarab baqay. Ko'nlarda ko'zing og'risa qo'lingni tart, tishing og'risa tilingni tart deydigan gap bor. Ko'zingni o'g'limig'in birdamdan keyin yaxshi bo'lib ketsa. Ma'qul bova. Qizim, ta'til kunlaringni yezda o'tkazganligingdan rozi bo'lding. Rozi bo'ldim. Men har ta'tilda yezga kelib, yezining saf havosidan nafaslanaman. Shunda qil qizim, saf havo tangi davo. Shundoq qilib, uning ta'til kunlari nihoyatda ma'nilik o'tib